Xo'sh. Kecha bo'lishdan qat'iy nazar men ishlashim kerak, farzamni tezroq yig'ishtirishim kerak. Tak, bu yerda, nimagadir hosil kam-ku bugun. Voy, juda ham yomon bo'lib qopti. Tak. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va do'stlar, sizlar meni yangi videomda sizlar albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki bu men uchun juda ham muhim. Kanalga obuna bo'lish degan tugma turibdi pastda, ko'ryapsizlarmi? Shunday bosasizlar, tamom obuna bo'lib qo'yaverasizlar. 5 ta kanal turibdi, hammasiga obuna bo'linglar, chunki menga hammasi juda ham kerak va sizlar uchun cho'tki kontentlar chiqarishni davom ettiraman. Короче, bugun qishloqda jimgina o'tirgandim, ya'ni hozir ham o'tiribman, ko'ryapsizlar, sizlar uchun video tayyorlayapman. Notebookim juda ham qotyapti, bilmasam nimaga bunaqa bo'lyapti. Minecraft o'chirib tashlaymikan-a? Yo, o'chirsam sizlarga qanday video olaman keyin? Давайте kommentariy yozinglar-chi. Minecraft o'chiraymi yo'qmi? Yo, kechirasizlar, bunaqa borpa. O'chiraymi yo'qmi? Yana shunaqa borpa. O'chirsam lekin sizlarga video tayyorlayolmayman. Bu dabdala degan. Stop, to'xtanglar shu joyda. Hamma kommentariyaga bittadan shart yozsin. Men o'sha shartni bajarishga harakat qilaman Minecraftda. Bu juda ham zo'r challenge bo'ladi deb o'ylayman. Tak. Xo'sh, yaxshi. Menimcha normalli bo'ldi bu video. Endi buni YouTube'ga yuklashim kerak. Telefonimda yuklasam ham bo'ladi. Kompyuterdan telefonga o'tkazamiz va endi buni tak yuklaymiz. Bo'ldi, yuklandi. Albatta sizlarni cho'tga aktiv kutaman. Polizda ishlamoqchi edim-u, menimcha kech bo'lib qoldi. Endi ertaga ishlar qolaman. Quyoshni ko'raylik. Quyosh qayerda ekan? Mana botishiga yaqin qolibdi. Mayli, quyosh botguncha men qishloqlarning yoniga biroz aylanib kelsam zo'r bo'lardi. Qishloqqa yaxshimisan? Nima bu yerda bunaqa qilib turibsan? Kech bo'lishini kutyapman. Nima qilasan kech bo'lishini kutib? Tezroq uyimga kirib olaman. Kecha bir qishloqni manyak o'g'irlab ketibdi. Qanaqasiga o'g'irlab ketadi? Bilmasam, o'g'irlab ketibdi kecha. Keyin qanday bildilaring uni o'g'irlab ketganini? Qishloqda yo'q bo'lgandan keyin bilamiz-da o'g'irlab ketganini. Yo'qolib qoldimi qishloqdan? O'g'irlagandan keyin yo'qoladi-da, jini savol berma. To'g'ri aytyapman-da. Mayli unda uylaringga kirib hammalaring ehtiyot bo'lib yashanglar, chunki bu kecha ham yana keladigan bo'lsa, bu balki seni o'g'irlab ketar-a. Yo'q, unaqa deb meni qo'rqitma, men hozir yig'layman. Yig'lasang yig'layver, men senga yig'lama deyapmanmi? Yo'q, erkak kishi hech qachon yig'lamaydi. Sen hali erkakmisan? Nima, men ayol kishini o'ylaganmiding? Men bunaqa kiyim kiygandan keyin nima ham deb o'ylashim mumkin. Jinnimisan? Men erkak kishiman. Biz jetellar shunaqa kiyinamiz o'zi. To'g'ri, stillar o'zi shunaqa-ku. Quyosh botishiga yaqin qoldi. Mayli, uyingga bor tezroq. Men qolgan qishloqlar bilan ham gaplashay. Jetellar, yaxshimisizlar? Sizlar ham ish qilib maniakdan qo'rqmayapsizlarmi? Qo'rqyapmiz. Hozir uyimizga kirib olamiz. Bu yerda biroz suhbatlashayotgandik. Menga polizing yo'qdi. Polizingda bir ikkita narsalarni olsam maylimi? Pulini to'la bemalol olaver keyin. Menda pul bo'lganda sendan so'rarmidim hosilni. Sotib olardim-ku. To'g'ri aytasan, lekin bir tomondan. Lekin ba'zi narsalarga bermayman, chunki bu narsalar bilasanmi, men qancha vaqtdan beri o'stiryapman. Yo'q, bilmayman. Bilmasang bilib ol. Tez uyingga bor, ikkala ham bu yerda o'tirganlaringdan foyda yo'q, xo'pmi? O'rgatma, ketsak ketamiz hozir. Quyosh hali botmabdi to'liq. To'g'ri, lekin quyosh botishi juda ham chiroyli. Wow. Vibe. Bor endi uyingga bor. Hozir maniakka o'g'irlab ketadi seni. To'g'ri, bo'pti, mayli. Sog' bo'l, gaplashamiz. Mayli, men ham ketdim, o'zim ham boray, balki o'zimga o'g'irlab ketmasin. Lekin men to'g'risini aytsam, jetellar gapiga ishonmayapman, chunki qanaqa maniak. Qishloqda maniak yurib nima qiladi? Maniak qishloqda yurishdan boshqa ishi yo'qmi? To'xtanglar, men shu telefonni shu yerdan olib qo'yay. Orqamda g'alati turibdi, buni qaranglar. Mana endi takoyliyoqki yengilgina bola bo'lib qoldim. Oy chiqibdi, qaranglar. Endi maniak ham chiqsa kerak-a? Men ishonmayapman maniakka, lekin to'g'risi. Wow, qaranglar. Dahshat chiroyli bo'lib ketdi. Mana bitta jetel turgandi. Ketdimikan uyiga? Ketibdi ekan. Ketibdi. Menimcha qo'rqdi u ham, juda ham qo'rqqanidan ketib bordi uyiga. Jetel, uyingga bor, hozir maniak kelib seni o'g'irlab ketadi, jinni voy. Ana ketib bordi, ko'r. Va sen ket dedim, uyingga ket, uyingga. Uying bu tomondami? Bo'pti, undagi bor uyingga. Bu meni uyim, sen uying emas. Bor, uyingga bor, maniak o'g'irlab ketadi, keyin yurasan yig'lab. Uraverma, ketaman hozir. 5 minut shu yerda turib turay, uying menga yoqib qoldi. Unda o'zing bilasan, men ketdim, bor, uyimga uxlay qolaman yaxshisi. Niyashtelni chiq uyimdan, chiq. Voy, jinnimisan? Chiq uyimdan chiqib ket. Voy, jinni. Voy, chiq deyapman senga, hozir urib o'ldirib qo'yaman seni. To'xta. Chiq deyapman senga. To'xta, eshikni ochamiz. Chiqib ket deyapman senga. Tushunmas ekansan, to'xta-da, sen tushunmas ekansan gapga. Sen gapga вообще-то tushunmas ekansan. Mana shunaqa bo'ladi, gapga kirmaslik. Eshikni o'zim ham xato yopgan ekanman-da, to'g'risi. Jetelda ham ayb yo'q ekan, hamma ayb o'zimda ekan. Tak, endi uxlash kerak. Stop. What the? Voy, maniakmi? Rostdan ham maniak.
Nima deyapti? Nima deyapti bu? Nima deb gapirdi? To'xta. Qochib ketdi. Qayerga ketdi? Qayerga ketdi? Mana yoqqa ketdi. Qani? To'xta, manyak. Yaramas manyak. Hozir mendan ko'rasan. Voy, nima bunaqa chiqa olmayapman. Yopil, bu yurishimda ana qochib ketdi, yo. Bilmadim, yana ham. Yetolmadim. Juda ham yomon bo'ldi. O'ldirmoqchi edim manyakni, qishloqlarni qo'rqitib yurgani uchun. Mana bu yerda chiqdi. Derazamga, derazamga qaraydi, uni qaraylar. Voy, jinni manyak, hozir kirib uxlaylik yaxshisi. Endi qaytib kelmaydi, chunki u mendan qo'rqdi. U mendan qo'rqqani uchun ham qochib ketdi. To'g'risi men qo'rqdim bundan, lekin bildirmayapman bu gaplarni. Qarich, u mendan qo'rqdi, men uxlayman endi. Iloyim tushimga kirmasin. Ertalab bo'pti-ku. Voy, kecha yaramas. Men yerdan bitta manyak qarab o'tirgandi. Yomon yo'qmadi, bor. Ko'nglimda intivordi borki qaragani. O'ldirmoqchi edim, qochib ketdi-da. Qulolimni endi olganimdan qochib yubordi. Jinni ekan. Qishloqqa nima gap? Qanday bo'lar ekan? Kechasi baqir-chaqir qilib yotuvdik. Ko'rdingmi manyakni sen ham? Ko'rdim. Seni o'g'irlab ketmabdi-da, qara, o'g'irlab ketganiga mazza bir kulardik. Meni o'g'irlab ketsa, senlar kulasanlarmi, jinni? Kulamiz, chunki kulgili ish bo'lardi. Sen jinni ekansan top-toza. Bu o'zi kun sovuqligi senga ta'sir qilib qara, mana yerlarim oqarib qolgan g'alati bo'lib. Yo, senga ta'sir qilgan, sen jinni bo'lib qo'ygansan. Yaxshi bo'lardi o'g'irlab ketganga, qutlardik seni. Polizing menga qolardi. U yegani kimgadir qolardi, kompyutering kimgadir qolardi. Bo'lishib olardik. Sen yomon nima edi? Nafas sovuq jitilsan, bilasanmi shuni? Bilaman, chunki sen tentaksan. Sen hamma gapingga tentak jinnini qo'shaverasan. To'g'risi o'zi jinni mana shuni. Jitel, nima gap? Jo'xa, kecha meni ham qo'rqitdi manyak, seni ham qo'rqitib eshitdim. Shunaqa qo'rqitdi, ikkalamizni ham qo'rqitdi, ikkalamiz ham yomon qo'rqdik-a. Shunday. Endi nima qilamiz, bilmadim. U manyakni men ko'rib qolsam o'zim bilan o'ldirib yuboraman. O'ldirib olarmikansan? Seni o'g'irlab ketsa nima qilasan? O'g'irlab ketsa ketaman birga o'g'irlanib. Unaqa qilma, lekin bizga keraksan hali. Obunachilarga ham keraksan. To'g'ri aytasan. Men videolar chiqarishim kerak obunachilarim uchun. Tak, ana endi mer yoniga kirishim kerak edi, biroz ishim bor edi. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yomon beparastsan, eshikni yop, uyingda eshigi yo'qmi? Shuni to'g'ri ayting, mana yopdim. Nima gap, janob mer? Sen polizingni yig'ishtirib menga olib kelib berishing kerak. Esingdan chiqdimi? 4-hosilni olasan bugun. Soliqni to'latasiz. Mayli, hozir esimdan chiqib ketibdi, to'g'risini aytsam. Shuni eslatmaganda ham eslatganda zo'r bo'lardi. Jitel ketaverdi. Stop. Qoch. Oy, yaramas manyak, yana kelib qoldi shu. Obbo, qayerdan keldi bu yaramas? Stop. Kelyapti. Qoch. Tez yop, chiq. Keldi. Kirolmaydi. Kirolmaysan. Kal. To'xta. Shu paytdan foydalanib o'ldirmasam uni boshqa payt o'ldirib bo'lmaydi. Yaramas, o'ldirdim. Manyak yo'q endi. Jetellar, manyak yo'q. Qutuldinglar, ko'rdingmi? O'ldirdim. Malades, gap yo'q, sen zo'rsan. Hozir sen jinnisan, tentaksan deyotganding. Endi paxta qo'ysanmi menga? Endi nima qilay? Manyak zo'r edi, keyin sen zo'r bo'lding. Hozir seni men o'ldirsam, men zo'r bo'laman. Shunaqa gaplar. Bu gaping bilan sen asabimni buzma. Basharang bor, basharang. O'sha basharangni shuni ikkiga bo'laman. Bu tomon O'zbekiston, bu tomon Tojikiston bo'lib qoladi, tushundingmi? O'rtadan chegara tortib qo'yaman. Asabimga o'ynama. Nima deganing u? Shunaqa endi aytyapman-da, prosta ikkita davlatga o'xshatib, ikkita basharangni adden mustaqil mamlakatlar qilib qo'yaman. Unaqa hazil qilma, tentayimsan, siyosatga aralashma. Uzr, kechirasan, tilimdan chiqib ketdi. Bo'pti, qarochi, men ketdim, polizimdagi hosillarni yig'ishtirib tezroq janob merga olib borib berishim kerak. Tak, mana uni olamiz. Nima edi? Buni nomi ketmon deyiladi. Bu narsa ketmonda olamiz-da. Mana bu yerni tak tez yig'ishtirib olib borib merga topshirishim kerak. Kun juda ham sovuq, ko'ryapsizlar, suv muzlab qolgan. Muzning ustida uchsam ham bo'ladi-yu, lekin uchishim uchun menga bitta qayiq bo'lsa zo'r bo'lardi. Yerlar o'zi qaranglar. Mana bunaqa bo'lib qoldi. Voy, dabdala-ku. Nima bunaqa bo'ldi bu? Tushunmadim. Mayli, hozir ikamiz tez qaytarib ekish kerak. Darrov muzlayapti, buni qaranglar. Voy, nimamda tez muzlayapti. Kun unchalik sovuq emas-ku, lekin to'g'risini aytsam, men o'zim bitta futbolkada yuribman, buni qaranglar. Juda ham nima desam ekan, issiqqon hayvon emas, odamman-ku. Issiqqon odamman.
O'shaning uchun bemalol yuribman mana bunaqangi bitta futbolkalarda. Tak, lekin sizlarga maslahat bermayman sovuqda bitta futbolkada yurishni, chunki sizlar issiqqon emassizlar manga o'xshagan. U uchun sizlar ham issiqqon bo'lishinglar kerak. Shunda bemalol yursanglar bo'ladi. Tak, okey. Nimaga sovuqda yer bunaqa uy oqarib boshladi yer. Ko'rdinglarmi? Yer sovuq uryapti o'sha. Yer sovuq urganini qayerda ko'rgansizlar? Mani polizimda ko'rgansizlar, aniq bilaman. Ko'rganinglarni endi kommentariy yozasizlarmi, yozmaysizlarmi o'zingizlar bilasizlar. Tak, bo'ldi. Всё нормально. Ana endi hosilni janob merga yetish kerak. Shu hammangki mani uyimda oldida o'tir, xo'pmi? Boshqa joy yo'q senlarga, o'zingga uying yo'q sani. Bilasan-ku uyim yo'qligini, nima qilay? Nima qil? Bo'pti, o'tir mayli, mana shu yerda o'tir. Qara uyimga qorovullikqa o'tir. Agar manyak yana keladigan bo'lsa, menga bitta gudok tashab qo'y telefonimga. Qaytib kelaman-da qurolimni olib turib, basharasini uni 4 ga bo'lib qo'yaman. 4 ga bo'lgandan keyin to'rtburchak bo'lib yuradi. Tak. Janob mer, men hosillarni olib keldim. Doimgidek sandiqqa joylayman. Ha, albatta, tezlash faqat. Tezlashaman. Nima tezlashim kerak bilmadim. Hech qanaqangi shoshiltiradigan narsa bo'layotgan bo'lmasa, nimaga tezlash deyaverasiz? Endi bitta yarim ishing bo'lsa, o'zingni shaxsiy ishlaring o'shalarni qiyin deyapman-da. Menda o'zi hech qanaqa ish yo'q. Faqat menga ishlarni hammasini o'zingiz buyurardingiz-ku. Unda senga ish buyuraymi? Yo'q, ish kerak emas menga. Просто tak aytdim. Men sizga ish bering deb aytganim yo'q bu gapda. Sen baribir bekorchi ekansan-ku, bekorchi bo'lgandek ish qilish kerak. Senga ish davay. Короче, poliz qurib bergan. Menga bitta menda poliz yo'q, bilasanmi? Sizga poliz nima kerak? Shuncha qishloqlar, buni ustiga men polizimdagi hosillar yig'ishtirib kelsang, senga demoqchiman. Uzr kechirasiz. Bir qoshiq qonimni keching, sizga beryapmiz-ku hammamiz. Ha, to'g'ri. Nimaga sansirading jinni? Yo'qol qishloqdan desam, ha? Hazillashdim. Bor uyingdagi ishlaringni ko'r. Mayli janob, bo'pti. Qishloqimizdagi meram bizga o'zimizga o'xshagan juda ham hazilkash, menga yoqadi hazil qilishi. Wow, kakras o'zimga o'xshagan hazilkash. Qashday jugarlar, nima dedim? Jugarlar? Jugarlar o'zbekcha gapirishni unutib qo'yibman. Jugarlar kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.